Elektromobil videoga akalarimizni eng katta muammosi avariyadan keyin radno detal topish. Videoni oxirigacha ko'ring, bu siz uchun aniq manfaatli bo'ladi. Avariyadan keyin lubi odam mashinasiga radno detal qo'yishni xohlaydi. Bu bizda misol uchun BYD Champion'ni eshigi $900 dan $1200 Bu videoda nima demoqchiman? Akalar, biz BYD deysizlarmi, Depa, Li, Volkswagen qizig'i yo'q. Mashinalar qabristonini topganmiz. Siz xohlagan rangda, siz xohlagan zapchastingizni yetib kelishi, rastamoshga, yo'lkira hamma narsasini aytamiz. Eng qizig'i, radno desangiz radnoy, dublikat desangiz dublikat, yangi desangiz yangi. Videoga ishonmayotgan akalarimiz uchun kamerani bitta yaqinroq olib keling, o'zlari bitta ko'rsin. Radno eshik deysizlarmi? Zbor holatda mashinani so'yilgan noskata BYD Champion. Hamma zapchasti original bo'ladi, ishonchli bo'ladi. Reduktor. Xullas, aka sizga nima zarar? Hamma ishingizni bitiramiz.